Alo, xotin, nimaga ko'tarmayapsan telefonni? Alo, xotinim yo'qolib qoldi. Qayoqqa ketdi ekan ertalabdan? Bu ertalab uyga turgandi. Hozir esa yo'q. Borib janob merdan so'raymikan, janob mer qayerdan bilsam, mani xotinim bo'lsa, qayoqqa ketdi? Mendan so'ramasdan ketib qolgan. Mayli, hozir aniqlashtirib tezroq topishga harakat qiling. Menimcha janob merning oldiga borib men haqimda arz qilayotgan bo'lsa kerak, aytganimni qilmayapti deb. Nahotki men uni aytganini qilishim kerak. Aytganini qilishim kerak bir tomondan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Nimaga eshigingizni ochib qo'ygandingiz? Shavol aylansin deb. O'zi rosa sasibdi xonanichi. Shunaqaroq. Men nima kelganding? Xotinimni ko'rmadingizmi? Yo'q, men sen xotiningni qayerdan ko'raman? Bo'pti. Qayoqqa ketdik? Qayerdan? To'xtaylik, politsiyaga xabar beraylik. Tak, politsiyaning nomeri necha edi? Menimcha hozir kelsa kerak. Qisqa qo'ng'iroq amalga oshirildi, deyapti. Jetel, meni xotinimni ko'rmadingmi? Qanday xotining? U qanday xotin bo'lishi mumkin? Oddiy xotin. Qaysi biri? Tentak o'zi bitta xotinim bor-ku. Yo'q, ko'rmadim. Jetel, xotinimni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Nimaga unda bu yerda turibsan? Xotiningni ko'rishimga bu yerda nima aloqasi bor? Mayli. Rostdan xotinimni ko'rishiga nima aloqasi bor bu yerni? Balki mehmonxonaga kelgandir, dam olishga. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Chunki mehmonxonaga yashash uchun pul kerak. Bu yerda esa hech narsa yo'q. Xotinim esa puli yo'q. Puli bo'lganda esa menga berardi. Tak, bu yerda ham yo'q. Qayoqqa ketdikina? Jetellar uylariga kirib olgan bo'lishi mumkin emas. Balki do'konga kelgandir, doim pul ishlashni yaxshi ko'rardi. Assalomu alaykum, Murat. Va alaykum. Nima gap, Jo'xa? Xotinimni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Mayli unda, lekin xotinim yo'q. Nima qilay? Yo'q bo'lsa, izlab bo'lmasa. Jetel, sen ko'rmadingmi? Yo'q, men ko'rganim yo'q. Tushundingmi? Yo'q. Bu artist ekan-ku, qo'shiq aytyapti. Bu qayoqqa ketdi? Yo'q-ku xotinim. Bu yerlarda ham yo'q. Qayerdan izlasam ekan? Mana bu eski uyning ichida yo'q, bu yerda emas. Bu tozalab qo'ysa bo'lmasmikin uyini? Bunaqa yomon ahvolga keltirib qo'ygan beparasat. Xo'sh, mana bu yerda ham sotuvchi biratam bor. Bu yerdan ham nimadir olishga kelgan bo'lishi mumkin edi, lekin yo'q ekan. Murat, xotinimni ko'rmadingizmi? Yo'q, sen kim eding? Jo'xamani tanimadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Mayli. Qayoqqa ketdi? Shaharga ketdimikin? Shaharga borib ko'ylak olib kelish ketgan bo'lishi ham mumkin rostdan ham. Lekin yo'q-da, qaranglar. Politsiyaga xabar qilishim kerak. Politsiya topib beradi, bo'lmasa tergovchiga xabar qilaymikan? Yo'q, kimgadir aytishim kerak. Axir baribir topmasak bo'lmaydi xotinimni. Qayer ketdi? Sizlar ko'rmadinglarmi, obunachilar? Kommentariy yozib qoldiringlar. Ko'rgan bo'lsanglar, qayoqqaligini bilsanglar agar. Balki Neymarda yoki Yamalda oldiga kelgandir. Yo'q, ularning oldiga kelmaydi, chunki biladi-yu, men ulardan rashk qilishimni. Xo'p, mayli, balki ko'lni ko'rishga ko'prik ustiga kelgandir. Yo'q, bu yerlarda ham yo'q. Qayoqqa ketdi-kin? Boshqa boradigan joy yo'q, Ahmed. U dugonasi yo'q, qishloqda birorta ham dugonasining oldiga boradi desam, dugona yo'q. Qayerga? Menimcha qayerga borishi mumkin? Joy yo'q-da, o'zi qayoqqa borishini aniqlab ham bo'lmaydi. Balki tak, o'ylashga joy ham qolmadi o'ylashga. Вообще-то janob politsiyachi tezroq yetib kelgandamidi? Janob politsiyachidan so'rardim. Hozir mashinam bilan atrofni aylanib chiqsam, balki mashina bilan topishim osonroq bo'ladi, chunki mashina tezroq yuradi-yu. Ham mashinadan oynasidan ko'rsam bo'ladi bemalol boy joyini. Tak, hozir bir amallab burib olsam, keyin qaytishimda politsiyachini ham olib kelaman. Shunda politsiya bilan birgalikda izlaymizmi yoki politsiyachi o'zi topib beradimi, menga bilmadim. Xo'p, mana shu tomonlarni asta-asta aylanib tekshirib chiqayinchi. Mana shu tomonlarda qayerdadir bo'lsa kerak. Xo'sh, asta-asta bo'ldi. Mana shu yerda tura qolsin mashina tinchgina. Yoki boshqa joyga o'tkazib qo'yaymikan? Mana bu yerda mashina bor ekanda, yo'lga, bo'lmasa o'tib ketardim. Mayli, hozir o'rmon tomonidan bitta ko'rib kelayinchi, balki o'rmonni aylanishga chiqib ketgandir. Yo'q, o'rmonda ham yo'q. Qayoqqa ketdi? Yerda ostiga kirib ketmagandir yoki osmonga uchib ketmagandir, har qalay. Xotini bo'lmasa, men zerikaman kun bo'yi. Biroz nima ish qilishim mumkin? Mana yerda kimdir rasvosini chiqazibdi. Men bo'lmasam kerak har qalay, chunki mashina bilan borayotganimda biroz shu yerga teginib ketgandim. Mayli, egasi hech narsa degan yo'q, muhimi balki janob merga arz qilar ustimdan yoki yozib beradimi? Mayli, to'g'rilab qo'yayin. Kechirasan, Jetel, bilmasdan, bilmagandan, xullas bilmay qoldim. O'zi sen hech narsa bilmaysan doim. Aytgancha, meni xotinimni ko'rmadingmi? Ko'rgandim. Qayerda ko'rganding? Kecha uyda edi-yu. Kecha o'zim ham ko'rgandim, bugun yo'q. Bugun ham ko'rgandim. Qachon ko'rding? Ertalab. Ertalab o'zim ham ko'rdim, bugun ham ertalab ham kecha ham ko'rgandim. Prosta tak yo'q, hozir yo'q. Undan izlab top qayerlardandir. O'sha qayiq, o'shani tushunmayapman qayerdan topishni. Hozir politsiyachi kelish kerak edi. Politsiyaning kelishini kutib o'tiribman. Tezroq kelganda edi, politsiyachiga aytardim. Qayerdan bo'lsa ham topib berardi. Ular menimcha tergovga berishadi, ya'ni izlovga. Uni keyin, qarochi,
qidiruvga berishadi-da, o'zlab topishadi. Oy, asta. Obbo, yomon palakat bo'laman. Bu yerni ham buzib qo'ydim. Hozir tushib bu yerni to'g'irlab yuboraymikan? Yo'q, hozircha shart emas, chunki xotinimni topmasam bo'lmaydi. Xotin, qayerdasan? Qayoqqa yo'q bo'lib ketding axir? Oh, janob mer yoniga haydab boraymikan mashinani? Yo'q, politsiyachi ham kelmadi. Nahotki shuncha vaqtdan beri kelmasa, men uni bilasizlar, qancha paytdan beri kutyapman. Men uni 5 minutdan beri kutyapman. Nahotki kelmadi. Mari kelib qolsa kerak, mana bu mashina shu yerda tura qolsin. To'g'risi mashina haydashim jonimga tegib ketdi. Bunaqa mashinalar haydashni o'zi anchagina problemali narsa. Xo'sh, tak, politsiyachi menimcha kelgan shekilli xabar kelibdi. Politsiyachi yuborildi sizning ishingiz bo'yicha deyapti. Qayerga keldi ekan politsiyachi? Balki uyimga kelib kutib o'tirgandir. Yo'q, uyimga kelmaydi, chunki uyimni qayergaligini bilmaydi. Lokatsiya tashlashim kerak axir kelishi uchun. Tak, lokatsiya tashlab qo'ydim. O'zim turgan joyga keladi. Uyimga kelmaydi, lekin aniq. Balki xotinim uyimga kelgandir qaytib, lekin uyimda ham yo'q. Obbo, qayerdasan xotin? Seni sog'inib ketdim-ku, hozir nima qilishni ham bilmayapman. Polizimdagi ishlarni qilib turaymikan? Yo'q, polizdagi ishlarni qilishga to'g'risi ko'nglim bo'lmayapti. Xotin bo'lganda birga qilardik. Hozir mana bu yoqdan bir ikkita tosh bilan daraxt topib, mana buzgan joylarimni to'g'irlaymikan yo nimadir qilish kerak, nimadir o'ylab topmasam bo'lmaydi. Baribir zerikib o'tiribman. Rostdan balki qayergadir o'rmongami, biror joyga kirib ketgandir balki. Yo'q. O'rmonga bormasdi, qo'rqadi o'rmondan. Balki mendan xafa bo'lgandir. Mendan xafa bo'lgan bo'lsa, lekin dabdala. Chunki endi uni ko'nglini olish uchun aytganini qilish kerak. Keyin nimadir olib berish kerak, qimmatga tushib ketaman-u. Yo'q, xafa bo'lmagan bo'lsin, nima bo'lsa ham. Nima uchun xafa bo'lar qizig'i? Men uni xafa qiladigan nima ish qilib qo'ydim? Aytganini qilayotgan bo'lsam, unaqa aytganini qilish deganda hamma aytganini qilayotganim yo'q, prosta hech nima короче, aytganini qilyapman, tamom. Xo'p, mana bu narsalarni ekib chiqaman. Endi nima qilsam ekan, mana bu yerdagi uyni to'g'irlab berishim kerak egasiga. Bilasizlar, buzib qo'ygandim, rasvosini chiqazib, o'shani obbo hammasini taxtaga aylantirib yuboribman. Mayli, hech narsa qilmaydi. Tak, verstagan bor, как раз menda shu uyni to'g'irlab berishim kerak edi. Tak, zabor kerak bizga birinchi o'rinda. Zabor bilan to'g'irlay, keyin xotinimni izlayman. Xotinimni tezroq topsam juda ham yaxshi bo'lardi. Tak, uzunchoq cho'p berar ekan, cho'pni cho'pga qo'ysak, ya'ni cho'pni cho'pga birlashtirsak bizga uzunchoq cho'p berar ekan. Tak, mana bunaqa qilaman va bunaqa, tamom. 3 ta zabor yetadi menimcha. Tak, bitta, ikkitasi ham yetar ekan. Bittasi xizmat doirasidan tashqarida. Tak, mana bu verstakni olib ketaman, men kerak yo'q hozircha. Tak, ay, tushib ketdim. Ha, hech narsa qilmaydi. Prosta qo'lim ozroq nima edi, shilinib ketdi. Mayli, xotinim kelsa tezroq xotinimni topsam o'zi dori qo'yib bog'lab qo'yadi, lekin topolmayapman xotinimni. Qayer ketdigini sizlar ko'rgan bo'lsanglar yozinglar kommentariyaga. Sizlar ko'rgan bo'lsanglar, aniq menimcha sizlar ko'rgansizlar, chunki sizlar hamma videomni ko'rasizlar-yu, qayoqqa ketganini ko'rgan bo'lishinglar kerak. Men hozir bu yerdan bir ikkita tosh olib olishim kerak. Tosh bilan ham sozlanadigan joylar bor, o'shalarni ham sozlashim kerak. Xotinimni izlash o'rniga tosh bilan mana bu yerlarni sozlashib o'tiribman, qaranglar. Xotinimni izlashga bu harakat qilganim bilan baribir topa olmayman. Sababini aytaymi sizlarga. Chunki politsiya kelib topib bermasa, o'zim topishim juda ham qiyin masala. Men bu yerga bitta noto'g'ri qo'yib yubordim-ku, tagiga tosh qo'yish kerak edi, yog'och qo'yib yuboribman. Bu esa kelajakda bu uyda qulab tushishiga olib kelishi mumkin. Ha, sozladingmi uyimni? Ha, sozladim. Ha, bo'pti, rahmat. Ha, arzimaydi, lekin seni uyingda vaqtim ketdi. Nimaga vaqting ketdi? Ish qilayotganding. Xotinimni izlayapman, ko'rmadingmi? Ko'rmadim deb aytgandim, bu esingdan chiqdimi? Ha, esimdan chiqibdi. Politsiyachi raqam yo'qmi senda? Raqamimi? Necha edi hozir ko'rib olay, aytaman. Ha, tezlash. Faqat hozir xotinimni topish uchun ularga ariza bermoqchiman. Raqami 102 ekan. Ha, bo'pti. Senga addushi rahmat. Hozir qo'ng'iroq qilaymi, o'zi keladi. Xabar qilgandim oldinroq kelishi bo'yicha. Balki kelgandir, balki yo'q, ko'rinmayapti, lekin kelganda zo'r ish bo'lardi. Janob mer ham bilmaydi, ko'rmadim dedi. Jitellar ham ko'rmagan. Telefoni ishlamayapti. Qandaysiga topishim mumkin axir? Bu nima qilaman endi? Voy, Jo'g'amisan, kimsan? Ko'chaga qarab bor. Kimning ovozi kelyapti? Menimcha qanaqadir jitel chaqiryapti meni shekilli. Tak, politsiyachi kelibdi-yu. Voy, Jo'g'a deyapman. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? O'zi ham yaxshimisiz, brat? Ha, bo'ladi. Nima gap? Nimaga chaqirtirding? Xullas, xotinim yo'qolib qoldi. Qanday yo'qolib qolishi mumkin xotin? Bilmadim, balki, tushunmadim, orqangizda nima bor edi? Bilmasam nima borligini. Rostdan ham nimadir bor. Mayli, hozir senga bitta hujjat beraman. O'sha hujjatga ismingni yozib ber. Nima uchun ismimni yozib berishim kerak? Sen haqingda, ya'ni seni xotining yo'qolgani haqida dalolatnoma tuzishimiz kerak. Tushunarli. Hozir mana
tak Jo'xa deb yozib beraman. Bo'ldi. Bu xat hujjatni sizga berishim kerakmi? Albatta menga berasan-da, tentak, men politsiyachi bo'lganimdan keyin. Ha, bo'ldi. Unda mana bu yerda nimadir borga o'xshayapti. Menimcha pashsha yoki shunga o'xshash nimadir bor. Bilmasam xullas. Xotiningni topish uchun biz qidiruvga e'lon beramiz. Agar topolmasak, topolmagan bo'lamiz. Iloji boricha topishga harakat qiling, janob, iltimos. Bo'pti, harakat qilaman dedim-ku. Aha, mayli. Tak, hozir nima qilsam ekan? Nima qilish? Politsiyachi tezroq yuring, bratan, nima qilyapsiz axir? Ey, jinni, men xotiningni izlayapman, qayerga ketganini. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Bilmadim, hozir bu yerda izlar bor, lekin rostdan ham izlardan izlab topsak ham bo'ladi. Qanaysi izlarni izlab topasiz? Tushunmadim, nima qilyapsiz? Bu yerda nimadir nido ko'rinyapti. Nima axir nido ko'rinishi mumkin? Bilmadim, hozir bu yerda xotiningni izlari bor ekan. Bu yerda qanaqadir ko'rinmas narsa yuribdi. Men tushunmayapman, nima bo'lyapti bu yerda hozir? Xo'sh, bu yerlarda yo'q xotining. Bu yerda o'zim ham ko'rdim, janob politsiyachi, bu yerda yo'qligini bilib turibman. Undan qayerda izlasak bo'ladi? Bilmadim qayerda izlashni. Endi siz politsiyachi bo'lib turib bilmasangiz, men qayerdan bilay? Yaxshi, lekin nimadir bizni kuzatyapti, sezyapsanmi? Sezyapman, nimaligini bilmayapman lekin. Xo'sh, hozir topamiz xotiningni. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? O'zing taxmin qilib ko'rchi. Taxmin qilib ko'ra olmayman, onasining ketgandir balki. Onasining uyigami? Ha, onasining uyiga. Lekin onasi qayerda yashaydi? Uyida yashaydi. Qanday uyiga? O'zini uyigami? Kimning uyiga yashaydi? Yo'q, otasining uyiga yashaydi. Kelin onasini otasining uyiga yashaydimi? Yo'q, kelin. Mana-ku kelin. Mana ekan. Qalaysiz, yaxshi qiz. Oy, jinnimiz politsiyachi janob, bu meni xotinim axir. Nima bo'ldi? Qayoqqa yo'q bo'lib qolding, xotin? Mendan xafasan? Nimaga mendan xafasan axir? Aytgan hamma narsangni olib bergandim-ku. Tushunmadim, nima qanday xat berding? Qanday xat berdingiz janob politsiyachi? Hozir ismi yozilgan xat bor edi, o'shani berdim, imzo qo'yib berdi. Sen ya'ni xotining topilganligi haqidagi hujjat bu. Tushunarli. Unda mayli, sizga rahmat, siz topib berdingizmi, o'zi topildim bilmadim-ku. Qayerda yuribsan? Men sizga qancha vaqtdan beri izlab yuribman-ey. Sen men nima uchun xafa bo'lganingni tushunmayapman. Shunaqami? Ertalab uxlab qolganim uchun shuncha vahima qilyapsanmi? Shu uchun xafa bo'ldingmi? Bo'ldi, ertadan boshlab vaqtliroq turishga harakat qilaman, lekin nima qilay, uyquni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun ko'proq uxlayman. Qayoqqa ketyapsan axir? Nima deganing bu? Men ketaymi bu yerdan? Jinnimisan? Nima men bu yerdan ketishim kerak axir? Ikkalamiz endi qaytib kelding, birga yashaymiz shu yerda. Endi xafa emasmisan? Juda ham yaxshi. Endi uyga kirib birgalikda o'tiramiz, choy ichamiz. Ertalab choy ichganimiz yo'q. Ya'ni men uxlab qolganim sababli. Hoy, qayoqqa ketyapsan? Do'kondan nimadir olib kelishga ketyapti. Mayli, hozir nimadir olib kelsa, keyin birgalikda o'tirib choy ichamiz. Tushunmadim. Do'kon bu tomonda edi-ku, qayoqqa ketdi? Mayli, balki boshqa do'konga borar.